Aldığımızdaki yakshanba kuni dadamning 70 yoshga kirgan to'lg'an kun oldi-ki. Dadamga nim sovg'at olsak bo'lasizlarcha? Sizlar dadamning qiymatini endi qo'ytamsizlar. Men ju dadamga oltin soatdan bir nab qo'ydim. Voy, yaman qo'ysan. Dadam toza bir xush qo'ydi debsan-da. Sen oltin soat olsang, men nima olsam bo'la? Mashinadan birini sovg'alayman. Nima? Mashina? Dadam osh qurdoshlarining orasida qo'chi yurgidekda. Harasacha. Sening bir ko'ngling bordu, nima beray deyapsan? Mening so'g'itimchi hammalarnikidan alohida. Nim so'g'at beray deysan? Nim so'g'at? Tigina tezroq odamni taqozo qilmay. Menchu dadamga xotin olib beraymiki deyman. Nima? Voy, sarangmosan. Dadam xotin olib berib, men uyga apatdan birini paydo qilay deyapsan? Voy 70 kirib qolgan tursa dadam, nimishi u xotinning qirib qolganda. Xotinning nimishi? Sizlar hozir dadamga nimaning ahamiyatidan bak muhim ekanligini bilamsizlar? Bilma? Xotirjam turmush. Bu dadam xotinni birini olib bersang, atogin u appaga xotin mirtda birini tug'ib qo'ysa qanaqa qilmas? Bu nima degani abdi? Endi yilmo dadamning biz 4 balasi bor. Almat dadam qaytishib qolsa, biz 4 balasi dadamda qolgan mol dunyoni azozdan o'lishidigan gap. Endi menga balning kichigi bo'lganda ekan jiqroq olaman. Lekin dadam akirga xotin mirtda birini engalab qo'ysa, u joqda men qanday qilaman? Men qo'rqib qolmamdim. Ey ukamoy, nim deb yuriysan? Ha? Bu 70 yoshga ulashib qolgan odamga nadiki bal ekan u? Dadamcha unda arnumusini bilmaydigan odam emas-ku. Men qalamqan gapni oz qilsan. Lekin bu gapni yo'q degil bo'lmaydi. Navada dadam osh balspa xotinning birini oschu. Anikina dadam ketgandan keyin u xotinning balları biz bilan miros talaschu. Shu emasmi? Og'zingni bir yumsha. Endi biz mol dunyoni deb dadamning qiynalib yolg'iz yashishi qarab turamdiq. Qani sizlardagi vafodor farzandlik burch. Bo'pti. Birnang vicdan o'shtayman desangmi, uni mayli. Dadam xotin olsakmi, apirli. Lekin ama shu o'zidan cho'ng xotin aslida eng yaxshimish balisi yo'q. Mi postih yaxshi. Nim deb yuriysan? Biz dadamni rahatga chiqsin demdoq ya meyib xotini epirib, uning oldini xabar olg'izib o'lsin demdoq. Apam tugab ketganimi 5 yildan oshdi. Mushi jarayonda hammamiz o'z ishlarimiz bilan oldirashib o'tyapmiz. Bichora dadam uyda yolg'iz o'tirib, kunda eshikka qaraydi. Qaysi balam meni yo'qlab kelar? Qaysi kelin menga bir qachi tomoq ko'tarib keladi? Qizlarimning uyiga borsam, kuyovimning uyida sat turamo degan andishlar bilan mushu uyda yolg'iz yashab kelyapti. Ajaba sizlar dadamning oxirgi umridimi? Mushundoq yolg'iz qiynalib o'tishini xohlamsizlar? Bo'pti acha. Sening o'ylig'ing bu ish qildi. Mening boshqa fikrim yo'q. Dadamga endi mol dunyo kerak emasga. Umrlik amra kerakka. Bo'pti. Dadam uchun bu yo'l mayli acha. Shundoq. Ko'ngilni nima yeydi? Dard. Ko'ngilni nima qiynaydi? Yolg'izlik deydigan gap bor. Shunga dadamning holiga yetayli, ichidikini topayli. Mirosning ishiga kelsak, men dadamga qarashdan boshqa hech nima talab qilmayman. Qog'ini uchinglar qarab, bu maslahat ish qilasizlar. Men shu dadamning sog'lomligi men uchun eng chong miros. Men shu acha aka. Dadamning roziligini olishga chuqur tirishma. Asta, nashni. Bo'lmasa ishlarni sizlarning deganlar bo'yicha qilaveraylik. Dadam xotin olsak, olib beraveraylik. Sizlar ishlarni o'zingizlar bir taraf qilaveringlar. Aras. Men oshpazning gurjulan, men maydon ag'ash kirgandim. Men gurishni yomon dalliq, atamaxasbak o'xshaydi deb anladim. Bu dadamning mo keldigan vaqt top qag'iltudi. O'xshitib bir polo etmaylimi? Ha, bunda qildi. Poloni maytay. Men polo ustogan ekan. Ya, aşpaz ketmeydi deb meni talashyapsa aka, mush asan deb. Bo'pti. Bunda qildi. Sizlar ikkinglar ma qo'rodagi Ayshamxon opay, Fatimxon opaylarniki ahvolini bilan bir tinglab beqinglar. Agar dadam ularga ma'qul gap qilsa,
sig'idli to'yni qilib o'taylik. Shunda qilaylik fikrim. Shuni unutilib qolmaylikki, niyat o'zgarib ketmasila, bizning erishadiganlarimiz hargiz o'zgarib ketmaydi.